Hammaga salom. Mana bizning yangi videomiz katta, o'rtacha yoki kichik tarelka challenge. Keling, bolalar dunyodagi eng kichik va eng ulkan shirinliklarni yeydigan eng qiziqarli videoni birga tomosha qilamiz. Jiddiy aytyapsanmi? Kichkina shishami? Menda o'rtachasi bor. Voy! Mana bu ulkan asalli jelli shishasini qaranglar. Dahshat! Ha, jenga eng kichkinasi tushdi. Mike, shirinliklarimga tegishga jur'at etma. Bu meniki va buni o'zim yeyman. Voy, buncha mazali. Bu saqichga ham aylanar ekan. Mike, sening navbating. Boshlashdan xursandman. Keling, ochamiz, siqib chiqaramiz. Bunchalik ishtahochar va mazali. Yana xohlayman. Butun shishani ichib yuborgim kelyapti. Bilasizlarmi, men hech qachon bunday mazali taomni tatib ko'rmaganman. Xullas, oxirgi tomchisigacha siqib chiqardim. Shisha bilan xayrlashamiz. Yopishib qoldi. Voy, Mike, nima qilib qo'yding? Sochimga yopishib qoldi. Bo'lmayapti. Sochim! Voy, men biror narsa o'ylab topaman. Mana bo'ldi. Qaytib keldi. Mike, boshqa bunday qilma. Sizlar juda qiziqarsizlar. Men pufoq puflamoqchiman. U juda ulkan. Xo'sh, Breydi, sening navbating. Ajoyib. Keling, shishani ochamiz. Unchalik o'xshamayapti. Uni siqib chiqara olmayapman. Voy! Kechirasizlar, bolalar. Sen yaramassan. Noqulay bo'ldi, lekin menda bir g'oya bor. O'zimga vertolyot chaqiraman. Alo! Menga vertolyot kerak. Ana u keldi. Arqonni tashlang. Xo'sh, uni shishaga bog'layman va yuqoriga ko'taraman. Voy, ular haqiqatan ham mening ulkan shishamni osmonga ko'tarishdi. Va to'g'ri og'zimga. Mening mazali jellim. Bunchalik shirin va ajoyib. Sizlarni yaxshi ko'raman, bolalar. U aqldan ozgan. Nima? Shunchalik kichkina Pringles qutisimi? Jiddiy aytyapsanmi? Senda-chi? Mening esa omadim juda keldi. Kuting, Breydi hammadan o'zib ketdi. Men juda baxtliman. Menda ulkan Pringles qutisi bor. Xo'sh, hasad qilmanglar. Jane, sen boshlaysan. Ha, menda yana eng kichik quti, lekin baribir nimadir bor. Nima? Atigi bittami? Bu yetarli emas. Boshqa hech narsa yo'q ekan. Mayli, borini tatib ko'ramiz. U juda kichkina, lekin juda yaxshi. Mike, sening navbating. Rostdanmi? Keling, tatib ko'ramiz. Shokoladli chipslar ajoyib ekan. Buni birinchi marta tatib ko'rishim. Bu ajoyib. Ular mazali ko'rinyapti. Men ham juda xohlayapman. Qizlar, menimcha menda muammo bor. Qo'lim Pringles qutisiga tiqilib qoldi. Uni chiqara olmayapman, qizlar. Voy! Bu nima? Mayli, senga yordam beraman. Men ham yordam beraman. Kiting. Men biroz yeb olishim mumkin. Voy, boshim. Hech narsa. Hoy! Hech narsa qolmabdi. Qanday qilib bunday qila oldingiz? Breydi, qani boshla. Keling, bir ko'ramiz. Qo'lim yetmayapti. Bilaman, shunchaki qutini ag'darib qo'yaman. Voy! Hamma chipslarimni qaranglar. Menda ularning butun bir tog'i bor va ular juda ulkan. Men hayratdaman. U tom ma'noda
boshimdek keladi va juda mazali. Ajoyib! Davom etamiz. Kiting. Bir g'oya keldi. Menga ulkan stakan kerak. Nima qilmoqchi ekanligimni ko'rsataman. Ajoyib! Biz ulkan chipsni mayda bo'lakli bo'lib, hammasini ulkan stakanga tashlaymiz. Uni butunlay chips bo'laklari bilan to'ldirishimiz kerak. Oh, yes. Voy! What was that? Endi esa eng qiziqarli narsa hammasini eritish. Bu qiziq bo'ladi. Chetga turinglar. Anavi olov purkagichni qaranglar. Bunchalik zo'r. Endi menda ulkan stakanda eritilgan shokolad bor. Voy! Bu stakanlar juda zo'r. Uni ichish vaqti keldi. Mening ajoyib naychamni qaranglar. Buni yaxshi ko'raman. Mazali ko'rinyapti. Britni, bo'lisha olasanmi? Yo'q, bo'lishishni xohlamayman. Bu ulkan stakandagi shokolad faqat men uchun. Britnining bunchalik ochko'zligini bilmagandim. Lekin bizda maxsus naychalar bor va biz ular orqali hamma shokoladni ichishimiz mumkin. Awesome. Mike, bu juda mazali. Shokoladni yaxshi ko'raman. Nima? Voy! U qayerda? Hammasini ichib yuborgan bo'lishim mumkin emas? Oh no! Sizlar mening shokoladimni o'g'irladingizlar. Voy! Biz qo'lga tushdik. Bu qiziq. Maltezersning kichkina kubigi. Bu shubhasiz juda mazali. Nima? Ura! Menda Maltezer konfetlarining ulkan kubigi bor. Voy! Oh my god. Mike, ana buni qara. Nihoyat omad men tomonda. Lekin biz Britnidan boshlaymiz. Menda haqiqatan ham eng kichkinasi bor. Nima qilishni bilaman. Voy! Ichida nimadir bor. Bu gumi ayitcha. Bu juda zo'r va aql bovar qilmaydigan darajada mazali. Endi qopqoqni joyiga yopib, shokolad kubigining o'zini tatib ko'ramiz. Oh, voy! Bu juda mazali ekan. Mike, sening navbating. Qani boshla. Oh ha! Keling, tatib ko'ramiz. Voy! Ichida Skittles bor ekan. Dunyodagi eng sevimli konfetim. Oh, nice. Xo'sh, hozircha Skittles yeyman va bu maxsus naycha menga yordam beradi. Bu juda tez bo'ladi. Yam. Endi kubikning o'ziga qaytamiz. Qaranglar, men uni sindirdim va endi menda ko'p konfet bor. Lekin unga tegmanglar. Hammasini oxirgi donasigacha yeyman. Xullas, bo'ldi. Maltezersni yaxshi ko'raman. Jeyning navbati. Ura! Boshlanishiga men bu kubikni sindiraman. Voy! Kutinglar bolalar. Of, u juda og'ir. Unga qarab turinglar, lekin yemanglar. Siz ham men o'ylayotgan narsani o'ylayapsizlarmi? Zefirlar! Ularning butun bir tog'i. Bu aql bovar qilmaydigan darajada mazali. Buni yaxshi ko'raman. U juda yumshoq va Oy! Nima qilyapsizlar? Mazali! Voy! U juda katta ekan. Menga ham yoqyapti. Yaxshi. Nega mening konfetimni yeyapsizlar? Oh, u sezib qoldi. Sizlar mening do'stlarimsizlar. Sizlardan uni yemaslikni so'rayman. Mayli, baribir menda shirinlining butun bir kubigi bor. Oh, mazali. Rahmat. Voy! Kichkina kek pop bunchalik yoqimli. Sendachi? Voy! Menda o'rtacha kek pop bor. U ham chiroyli.
Nima? Jane? Ha, menda ulkani bor. Yo'q, Britni birinchi. Rostdanmi? Ura! U juda ishtahochar ko'rinyapti. Va u mazali. Lekin hammasi shu. Keyingi kim? Yo'q. Yo'q, mening navbatim, Jane. Bir tishlayman. Ichkarisi juda chiroyli ekan. Men ham tatib ko'rmoqchiman. Oh! Mening navbatimmi? Ha! Menga ulkan kek popimni tatib ko'rishga ruxsat beringlar. Oh, u haqiqatan ham og'ir. Uni ko'tara olmayapman. Oh, Man. o'xshamayapti. To'g'ri, uni kesishim mumkin. Xo'sh, kesish oson emas, lekin buni uddalay olaman. Oh, men haqiqatan ham buni uddaladim. U chiroyli va juda mazali ko'rinadi. Oh, mazali. Yummy. Biz ham tatib ko'rsak bo'ladimi? Mening kek popimnimi? Mayli, xo'p. Katta rahmat, Jane. Sen eng yaxshisisan. Aql bovar qilmaydigan darajada mazali. Yoqimli ishtaha, do'stlar. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Bizning qiziqarli videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun kanalga like bosing va obuna bo'ling. Izohlarda qaysi mazali taom sizga ko'proq yoqqanini yozing.